Şərqi Türkistan Məclisi və Şərqi Türkistan Müstəqillik Hərəkatının fəvqəladə məsləhət yığını Fransiyanın Paris şəhərində keçirilməkdə. Bu yığın 21 fevral başlanğan olub 23 fevralgacha davamlaşıdı. Şərqi Türkistan Məclisinin rəisi Setim Türk ammaviy taratquy hesabida yo'llagan uchurda Amerika, Turkiya, Fransiya, Germaniya, Norvegiya, Shveysariya, Belgiya, Gollandiya və video orqali Qozog'iston, Yaponiyadan yig'inga qatnashgan 30 tashkilot mas'ullari və vəkillər bilan məsləhət yig'ini içiyotimiz dedi. Egilinishçe bu yığında Xitoyda maydonga kelishi mumkin bo'lgan har turlik o'zgarishning Şərqi Türkistonga bo'lgan ta'siri qatorliq temalar muzokara qilinmoqda. Mərkəzi İstanbulda bolğan və Türkiyə miqyasında oquvchilarning xizmatini qilayotgan Ustuq Buğraxan İlim və Mədəniyyət Vəqfi Qəhrəmanmaraş şəhərində yeni bir şöbəsini açdı. 22 fevral ötküzülgən içiliş murasimiga sobiq parlament a'zosi Jalol Erbay, Qəhrəmanmaraş Sütçü İmam Universitetining müdiri professor doktor Niyazcan, Ustuq Buğraxan Vəqfining muavin raisi, Qəhrəmanmaraş Sütçü İmam Universitetining o'qituvchisi doktor Olimjon Bug'da və Qəhrəmanmaraşdagi nurg'unlagan ommaviy tashkilotlarning vakillari bo'lib yuzlagan kishi qatnashdi. Qur'on tilovati, davlat marshi o'qish bilan boshlangan faoliyatda takliflik me'morlar va vaqf mas'ullari so'z qildi. Qəhrəmanmaraş sobiq muftisining duosidan keyin lenti kesildi. Faoliyatga qatnashgan 200 kishi Uyg'ur polosi bilan mehmon qilindi. Xitoyda yangi tipli koronavirusning yoshirin mezgilining 27 kun bo'lishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lgan Yer shari gazetining xabar qilishicha, koronavirusining markazi bo'lgan Xubey o'lkasining Shinnongja rayonida faqat familiyasining Jang ekanligi aytilgan 70 yoshli bir kishida 27 kundan keyin koronavirusi alomatlari bayqalgan. Xitoy Davlat Səhiyyə Komiteti 13 fevral e'lon qilgan bir bayonotida koronavirusning yoshirin mezgilining 24 kungacha bo'lishi mumkinligini bildirgan edi. Xitoy doiralarining bildirishicha, oldingi kuni bir kun ichida yangidan 397 yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, koronavirusi bilan yuqumlanuvchilar soni jami 76228 ga chiqqan. O'lganlar soni 2400 dan oshgan. Yana bir tarafdan Eron Ma'rif Ministerligi koronavirusi sababli 12 o'lkada o'qish to'xtatganligini e'lon qildi. Koreyada koronavirus bilan yuqumlanuvchilar soni 346 ga chiqdi. Yuqumlanuvchilar sonining tez suratda eshishining bir cherkovda o'tkazilgan kollektiv to'y faoliyati bilan munosabatli deb qaraldi. Shincheonji nomli bir cherkovda o'tkazilgan murosimga qatnashgan kishilarning ko'p qismida bu virus bayqalgan. Koreya kasalliklarning oldini olish markazi yangidan 142 kishining virus bilan yuqumlanganligini, bularning hammasining digudek cherkovdagi murosimga qatnashgan kishilar bilan uchrashganligini bildirdi. Koreya taratqullari cherkovdagi kishilarga virus tarqatgan kasalning 61 yoshli ayol ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga Koreyaning janubidagi bir shahar koronavirusi sababli alohida ma'muriy rayon deb e'lon qilindi. Poytaxt Seulda bo'lsa, doiralar shahar markaziga har xil yig'inlarni chekildi va virusning tarqalishining oldini olish uchun cho'ng bir bog'cha taqib etdi. Rossiyaning Amerika prezident saylamida Demokratlar partiyasining nomzodligini tilashayotgan Sandersning yengib chiqish uchun saylamga mudohil qilayotganligi ilgari surildi. Washington vaqt gazetasining xabar qilishicha, Amerika istixborot organlari Rossiyaning Sandersning g'alaba qilish uchun saylamga aralashayotganligini bayqagan va buni Sandersga xabar qilgan. Shundaqla Prezident Trump va majlis a'zolariga bu haqda uchur berilgan. Sanders bo'lsa, bu xabarlarning orqasidan e'lon qilgan bayonotida bir oy burun bu haqda o'ziga ma'lumot berilganligini bildirib, Rossiya Amerika saylamidan yiroqdir dedi.